sotuvimizda mana 3tasi birda desa ham bo'ladi. MTZ Hasan katta kabinalarimiz. Bittasi 76 diskada, bunisi 76 bartoy qilib tiklangan. Traktorlarimiz soz holatda bir kalit yuradi. Motor korobka zadnimoshlar darajati yo'q. Balonlarni ko'rib turganlaringdek. Bunisi shu yerda chiqayotgan holatidagidek. Bir kalit, xudo xolasa, akkumulyator, qora motor. Quyosh bilan tushib qolgan. Oldi baloni yangidek. Orqa balonlari ishga tayyor, xudo xolasa. Salon qismlari. Bitta o'ng taraf eshigi bor, chap taraf eshigimiz yo'q. Xudo xolasa traktorimiz soz holatda, o'g'imlari ham ishlaydi. Ishlab turgan texnikamiz. 76 diskada aytganimdek. Korobkalari ham shumpumi yo'q. Xudo xolasa zo'r holatda. Ramalarda ham jo'na qismi yo'q, yangida. Motor moy yemaydi. Bir kalitga yonadi. Texnikamiz hozir holat ishlab turgan holati. Sotuvda xudo xolasa. Aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerimiz 94lik 902 41 95, 93lik 946 60 69. Manzilimiz Namangan viloyat Qo'rg'on tuman Yashilobod qishlog'ida. Xudo xolasa arzondan so'raganlarga arzon narxda aloqaga chiqaverasizlar. Ichki ko'rinishlari xudo xolasa yaxshi holatda. Ikkala yon orqa ham oynaklarigacha cho'tka. Bitta bu taraf eshigimiz chiqarib qo'yganmiz, eshigi bor, chap taraf eshigi yo'q ama. Oyoqlari xudo xolasa o'ta ideal holatda. Hop, endi bu texnikamiz mana 76 bartoviga qamiz yangiday qilib qora motor xudo xolasa. Motor korobka zadnimoshlargacha bir boshdan ko'rganmiz. Oldi balonlari yaxshi holatda. Xudo xolasa yangi pishaq qo'yilgan, yig'ilgan. Ko'rinishlari o'ta ideal. Cho'tka sistemada 15,5 balonda. Balonlar ham xudo xolasa 40-50% bor desa ham bo'ladi. Kamerada yaxshi bilinmayapti. Traktorimiz xudo xolasa to'g'ri holatda. Korobkasi yo'q, mo'si yo'q, hammasini bir boshdan ko'rib chiqamiz mana shu traktorda. Oldingi videolarimda ham qo'yganman. Shu orqa bartoylarigacha ko'rib bir boshdan xudo xolasa cho'tkalab yiqqanmiz, kraskalargacha solib. Traktorimizning salon qismlari. Xudo xolasa salonlari ham yangi atilo qilib bo'lgan. Bir kalitga yonadi bu ham. Akkumulyator cho'tka. Salon qismlari. Yubishlar berilgan. Qamiz to'g'risi. Eshik stiklari mana. Hozir traktorimiz zo'r qilingan. Traktorlarimiz aytganimdek Namangan viloyat Qo'rg'on tuman Yashilobod qishlog'ida turibdi, egalasi ham. Telefon nomerlarini aytdim, yana bir bor 94lik 902 41 95 aloqaga chiqaverasizlar. Hop, egalasi ham bir-biridan ideal go'zal holatda. Bunisi qilinmagan holatda, ham yo'g'i so'rilgan, bunisi mana xudo xolasa yangi pishaq qilingan. Yangiday holatda. 2026 restarling deganda aloqaga chiqaverasizlar. Suspenziya apparati so'raganlarga dori apparatimiz. Uni ham narxi xudo xolasa arzon holatda, ham yo'g'i joyida. Ko'p ishlamagan, ideal sostavda turibdi. Arzon narxlardan xudo xolasa kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqib narxlarni kelishib so'rab nima qilaverasizlar. O'chgan ham yo'g'i zo'r holatda turibdi. Faqat teshilib boshqarmagan.
nimasi ozgina svarkasi bor shekilli. Qolgan Xudo xohlasa zo'r cho'tki turibdi. Apparatimiz sal qarovsiz holatda turib qolgan xolos. Qolgan yoqlari udor. Motorlarigacha boshqasigacha cho'tki qilingan. Motor ham ish ko'rib charchaganmas. 2019 ekan yili ham. Qisqasi apparatimiz ko'p ishlamagan. O'rtacha qarovsiz qolib ketib qolgan.